Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 1-qismidan 7-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi ifodalarda amallarning bajarilish tartibi. Bugungi darsimizda biz ifoda o'zi nima ekanligini, ifodalar kelganda qaysi amal birinchi bajarilishini batafsil o'rganib chiqamiz. Keling, birinchi navbatda biz ifoda nima ekanligini bilib olamiz. Masalan, bizga misol berilgan. 12 ayruv 8 qo'shuv 2 mana shu berilgan tenglik bizda ifoda deyiladi. Bu ifodada ayirish amali bor va qo'shish amali bor. Qaysi amal birinchi bajariladi? 12 dan birinchi 8 ni ayiramanmi yoki 8 ga birinchi 2 ni qo'shamanmi? Mana shuni o'rganib chiqamiz. Demak, qoidaga qaraydigan bo'lsak, qoidada aytilyaptiki, qo'shish va ayirishda amallar chapdan o'ngga birin-ketin bajariladi deyapti. Demak, qo'shish va ayirish kelsa, biz chapdan o'ngga qarab birin-ketin bajarar ekanmiz. Mana 12 ayruv 8 qo'shuv 2. Chap tarafdan boshlasak, birinchi ayirish amali bajarilishi kerak. Ya'ni 12 dan 8 ni birinchi ayirar ekanmiz, chiqqan natijaga esa 2 ni qo'shar ekanmiz. Demak, natija necha bo'ladi? 12 dan 8 ni ayirsak 4 hosil bo'ladi. 4 ga 2 ni qo'shsak esa natija 6 ga teng bo'ladi. Endi xuddi shu misol, mana 12 ayruv 8 qo'shuv 2. Endi bunda biz amallar ketma-ketligini o'zgartirib ko'ramiz. Qani natija bir xil chiqar ekanmi? Mana birinchi ayirish amalini emas, qo'shish amalini bajarib ko'ramiz. Mana birinchi amalni qo'shish qilyapman. Ya'ni 8 ga 2 ni qo'shib olyapman. 8 ga 2 ni qo'shib olsak necha bo'ladi? 10 hosil bo'ladi. Endi ayirish amalini bajaraman. 12 dan ayiraman 10 ni. 12 dan 10 ni ayirsak natija 2 ga teng bo'ladi. Lekin bizda bu xato natijaga olib kelyapti. Chunki bizda to'g'ri javob 6 edi. Amallar ketma-ketligiga e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Chunki biz amallar ketma-ketligida xato qiladigan bo'lsak, natijamiz ham xato chiqar ekan. Endi xuddi shu misol yana faqat qavs qatnashgan bo'lsa, buni qanday ishlaymiz? Qoidaga murojaat qiladigan bo'lsak, qoidada aytayaptiki, qavsli ifodalarda esa qavs ichidagi amal birinchi bo'lib bajariladi. Demak, bizda qavsli ifoda keladigan bo'lsa, qavs ichini birinchi bo'lib bajarishimiz kerak ekan. Keyin esa boshqa amallar chapdan o'ngga tartib bilan bajariladi. Ya'ni biz yuqorida o'rganganimiz kabi chapdan o'ngga bajarilib ketaveradi. Faqat birinchi navbatda qavs ichini bajarib olishimiz kerak ekan. Demak, bunda birinchi amal qaysi bo'ladi? Mana 12 ayruv 8 qo'shuv 2. 8 qo'shuv 2 qavs ichida, shuning uchun birinchi qo'shish amali bajariladi. Qoidada o'rgandikki, qavs ichidagi amal birinchi bajarilar ekan. Demak, 8 ga 2 ni qo'shib olamiz. Natija esa 10 ga teng bo'ladi. Ikkinchi amal esa ayirish bo'ladi. 12 dan 10 ni ayiradigan bo'lsak, bizda natija 2 ga teng bo'ladi. Bu natija esa to'g'ri hisoblanadi.